Coursera.org saytiga kirayotganingizda o'rnatgan parolingizni unutgan bo'lsangiz, uni qanday qayta tiklashni ko'rib chiqamiz. Saytning yuqori o'ng burchagidagi Login tugmasini bosasiz. Ochilgan oynada parol so'ralgan qism ostidagi Forgot Passwordni tanlaysiz. Coursera ochilgan e-mailingizni kiritasiz va Reset Password tugmasini bosasiz. Kiritgan e-mailingizga o'tib, Courseradan kelgan xatni ochasiz. Click here so'zi ustiga bosasiz. Yangi parol o'zgartirish oynasi ochiladi. Yangi parolingizni kiritasiz. Uni qayta kiritish orqali tasdiqlaysiz. Ko'z belgisini bosish orqali uni to'g'ri yozganingizni tekshirib olasiz va Change Password tugmasini bosasiz. Aytgancha, parolingiz 8 ta belgidan kam bo'lishi mumkin emas. Yangi parolni 8 taga yetkazib, yana Change Password tugmasini bosasiz. Yangi parol o'rnatildi. Shundan so'ng Coursera'dagi profilingiz yuklanadi. Agar siz IT ta'lim uyushmasi orqali Coursera'da o'qiyotgan bo'lsangiz, yuqoridagi chap burchakdagi menyudan qo'shilgan dasturingizga kirganingizga ishonch hosil qilib olasiz.